bo'lsa Şinjanlık urg'uylar. Bular haqida bir necha ig'iz gapim bor. Bundan keyin sizlar bunda azam bir şekilde, bunda ucuz bir şekilde vatan berib kelamaysizlar. Biz qo'limizdan kelishicha sizlarga qarshi arz qilamiz. Avstraliyada bo'lsak ASIO'ga, Amerikada bo'lsak FBI'ga, Yevropada bo'lsa hammadan shu yerda o'ziga tushliq yerlarga arz qilish kerak. Bu soatdan keyin qarab o'tirgan, qaqshagan ish yo'q. Sizlar bilan aralashmaymiz. Sizlarning mushtaq soqchi idora organlari butun dunyo hozir mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Yevropada bo'lsin, Amerikada bo'libmi? Mushtaq shpionlarni, mushtaq satqunlarni arz qila oladiganimiz to'g'riliq. Mushtaq ba qonunlardan foydalanib, hammamiz o'xshamagan yerlardagi hozir yangi vatanimiz bo'lgan, yangi davlatlarning vatandoshi bo'lib ketdik va yoki iqomat qilyapmiz. Shu yerdagi qonunlardan foydalanib, mushlarni joylash kerak.